ermek hayvanı. Xush xabar. Xo'jayin meni taqdirlab bir daraja maoshimni o'stirdi. Bu ko'ktatlarni juying, yana bu kiyimlarni yeyib eting. Ulan nima degan kelishgan? Bek kelishgan, nima degan qaltis? Xush xabar. Bir daraja maoshim o'sdi. Bo'ldi qilar. Erkak seni ko'ryapti. Qiziq ish. Maoshim o'ssa nimishqa hech kim xushal bo'lmaydigandi. Dadasi, maoshingiz o'sdimi? Dadan o'ylab qo'yay. Dada, o'ltirg'in. Men qaranglar, bugun men bek xushal. Xo'jayin meni maqtab. Akilam. Nimani deysiz? Oylik xarajdi. Tokso telefon deganlar pul kerak-ku. Shavdi, bugun xo'jayin. Akam, Nimani deysan? o'qish puli, takror qilish puli, yana texnik naqsh kechiligiga bilet oladigan pulni. Dadi, bugunchu. Akam. Nimani deysan? Dada, mendan 200 yuan olganding, amdigo qaytirib berasan? 200 yuanni sen mendan olganda qilganding-ku. Yo'q, u 200 yuanni qaytirib berdim-ku. O'tganda yana 300 yuan elib, ondan 570 yuan qaytirdim. Ondan yana 320 yuan elib, keyin 450 yuan qaytirdim. Ondan yana 230 yuan oldim. Oxirida sen menga 200 yuan qarz bo'lding, shundaq-ku? Bo'pti, tuta. Men qaranglar. Xo'jayin bugun meni maqtidi. Anglayapsizlar? Gapimni anglayapsizlar deyman. Anglayapmiz danga. Amaliyotda xo'jayinim. Rost desa, at deganda gaz pulini to'lab etdi. Stag'ash kelasan-a? Ma'qul. Amaliyotda xo'jayinim meni maqtab. Xo'jayin meni nima deb maqtagan bo'g'aydi? Dada, kiyimlarni tek yoyimiding, tez yeyivatgin. Xushxabar, bir daraja maoshim o'sdi. Dada, sen qaltis kelsin. Yana maoshingiz o'sdimi? Dada, nega majbur sen qaltis kelsin? Dada, sen qalbimdagi ma'budam. To'g'ri. Xotin bu oylik rajdi. Dadi, buni sen xajla. Shavdi, endi naqsh kechiligiga borman deb avar bo'lma. U naqshlarning hammasi endi o'z oldinga kelib naqsh aytib berdi. Yaxshi bo'ldi, senga boyildik. Kuchavrak urg'an. Mertiron. İşçimlik botolkasiga dassa oldingiz. 2 mo'g'a yalaydi. Menga mushundaq yaramas bo'lib yuramanmi? Sizbek ulug'. Sizbek ulug'. Bek tabriklar. Sizbek kelishgan. Xo'jayinim meni maqtab, maoshimni o'stirib berdi. Yaraysiz. Meni uyga olib keting. Ma'qul, men bilan uyga ketgin. Bundan keyin senga men qarayman. Sening akang bo'lay. Aka. Nima bo'ldi? Efendi, bir ish bormi? Bu şatotni ep ketsangiz bo'ladi. Lekin avval pul to'lishingiz kerak. Nech pul? 200 yuan. 200 yuanmi? Qimmat emas ekan. Yo'q, şatotning qafizi 200 yuan. Şatotga ayrim pul to'laysiz. O'ltira. Tura. O'ltira. Tura. Yaxshi bo'ldi, o'ltira. Nimachi qizim?
Yaxshimisiz degin. Bugun ko'ktak ayttirmadinglarmi? Dada ko'ktak oldigan pulga bu to'xuni oldingmi nima? Bu degan shatot, ismi Venshi. Aras, u buningdan keyin biz bilan bilib turdi. Bo'lmaydi. Nimishqa? Uyda qush boqsa, to'xtamay sayrab, odamni bezor qilib yetdi. Yo'q, undaq bo'lmaydi. Lekin uning peyi tushib, uyni mehnat qilib yetdi. Undaq bo'lmaydi, qaranglar. Endi uning peyi hargiz tushmaydi. Bo'lmaydi. Yo'q, bu ish shundaq bo'lsin. Bo'lmaydi. Nimishqa bo'lmoqdak? Bu uyda mening deganim hisob. Ha? Nima? Mayli. Siz bir nimadan xotin, sizdan o'tinay bo'lamdi. Nima desangiz, sizning deganingiz hisob. Qanday qilamiz? Dadanglar bu qitim bo'ldi qilmaydigandek turdi. Qaraganda biz bo'lsa qilaverib chidamay qolgan bo'lsa, shatut beqib bizga hayva qilmoqchi o'xshaydi. Gapinglarni anglab dadamga ichim og'rib qilyapti. Oila komitetining qarori bo'yicha Venshini olib qolsak bo'ladi. Yaxshi. Biroq sinog'imizdan o'tish kerak. Sinoqdan o'tgandan keyin qilib qolsa bo'ladi. Birinchi o'tkaz, o't chambergidan o'tish. Venshi 3 o't chambergidan o'talsa yengan bo'ladi. Boshlandi. Venshi qas bo'ladi, yaxshi bo'ldi. Yo'q, ikkinchi o'tganmi bu? Sirliq o'rtada mangdi. Belgilangan vaqt ichida bu eshikdan kirib, yana bir eshikka berib gilosni tishlay olsa, ondan yengan bo'ladi. Boshlandi. Yaxshi, Venshi qalbi qildi, endi qilib qoladigan bo'ldi. Yo'q, yana bir o'tkal bor. Kashtan tepish. Men buni uyning ma'lum joyiga qo'yib qo'yman. Venshi uni topa olsa, ondan qasi bo'ladi. Boshlandi. Xotin, mushu shumi? Shu. Voy, qalbi qildi. Venshi qoladigan bo'ldi. Men ish qilmangdim. Nima qilyapsan? Bu o'g'ri. Mening narsamni yeyapti. Yuz yuyish suyuqligimni ishirtyapti. Qanday gap bu? Yo'qol. Necha hafta izlab o'zimni topolmagandim. Asli bu yer ekanda. Asli Venshi opamning o'zigini tepish berib etdi-kanda. Rahmat sana Venshi. Arzimaydi. Jafo tortdim. Acha, angladingmi? U gap qila oladi ekan. Shatut, gap qilib ber-a. Arzimaydi. Acha degina. Acha bektirayli. Manchu. Ammam bektirayli. Manchu. Sen chiroyli achamning yuz yuyish suyuqligini ishiltib olding, o'g'ri. Asli sizga to'xta. Nimish bo'lganda? Venshi?
Vinci, uyda qandaq o'ynag'in kelsa, shundaq o'yna, gap angla. Nima yegin kelsa yeravagin. Yegina. Ay, onunğa qalayınqan bir narsa bəmənla. Vinci, ne turunla? Vinci, bunu yegin, ha? Bunu ye. Dadisi, Vinci hazır ondaq qara açlıqlarını yemeydi. Ondaq narsalarını yeydi. Ondaq emasdi. Vinci, bunu yegin. Hala. Qara açlıq yemeymen. Asli tushunganda ajab qo'rqdim. Ben geldim. Nemandaq kech qaldınız? Bu kiyimlarni yuviting. Tutup. Dada, gezde kirishni unutib qolma, ha? Tezroq bo'lgin, mening dars takrorlashimga yordam qilasan. Vinci, yanıla sen yaxshimi? Mana undaq qo'pollik qilmaysan. Bugün meni joyib qo'ymadi. Nimaga qarab tursan? Tez bo'l. Nimaga yig'laysan? Tez bo'l. Tez bo'l. Tez. Hareketdan tez bo'lsin. Qandaq gap bu? Odamni bezor qilib. Ajab ish oldim.可是我并没有半点自卑，天黑后地都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美？答案没有绝对。